Ba'zan o'zimizga savol beramiz. Shuncha tashvishim turganda umraga borishim shartmi? Hali yoshman-ku, hali ulguraman-ku deymiz. Lekin bilasizmi? Dunyo ishi hech qachon tugamaydi. Bugun pul topsangiz ertaga vaqt topilmaydi. Vaqt topsangiz sog'liq bo'lmasligi mumkin. Umra bu shunchaki ziyorat emas. Bu hayotingizdagi hamma narsani bir zumga to'xtatib, o'zingizga o'sha nurli Makka tuprog'iga qaytishdir. Tasavvur qiling, hamma sizdan nimadir talab qiladigan dunyodan qochib, Ka'baning yoniga borib o'tirdingiz. Hech kim sizni bezovta qilmaydi. Siz faqat o'zi bilan gaplashasiz. O'sha yerda tushunib yetasizki, sizni yillab qiynagan muammolaringiz aslida qanchalar kichkina ekan. Qalbingizga shunday bir xotirjamlik kiradiki, uni hech qanday boylikka sotib olib bo'lmaydi. Qiyinchiligim bor deb to'xtamang.